Bahor yaqin, mart yaqin, jonlanadi xayollar, ko'klamdayin ko'riklanib, sollanadi ayollar. Fevral tugab bir olam, tashvish yaqin, mart yaqin. Ogoh bo'ling, yigitlar, 8-mart yaqin. Gul tanlaydi yor uchun. Erkaklarning dahosi ot narxiga teng bo'lar bitta gulning bahosi. Boring zargar rastaga, martlarcha qadam bosib, uzuk oling tillodan, barmog'iga munosib. Avtosalon sayr eting. Topganingiz bir parkmi? Oling oppoq Matiz yo qizil rangli Sparkmi? Bir yilda bir bu bayram, miriqib dam olinglar. Yoringizni yetaklab, restoranga boringlar. Pulni muammo qilmang. Yorning ko'ngli buzilgay, yetmasa do'st oshnodan qarz ko'taring uzilgay. Do'stim-a, besuyak tilim so'ylab ketdimi? Maslahatim eshitib, yurak o'ynab ketdimi? Xavotir olmang aslo. Ayolning qalbi sehr, eng chiroyli sovg'a bu bitta gul, bir juft mehr. Bahorning ilk bayrami, ko'ngillarga bir malham. Shukr deymiz boriga, 8-martning ham. Assalomu alaykum aziz ayollar. Buxoroning baxtli insonlari, bormisiz, omonmisiz? Bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum yaxshilar, erta tongdan biz yigitlarni qo'rqitgan bo'lsak bu she'rimiz bilan uzr so'raymiz. Ayollarga esa ko'tarinki bayramona tilaklarni armug'on etamiz. Bugun barchamiz bilgan, barcha ayollarimiz xursand bo'ladigan 8-mart bayrami. Barcha ayollarimizga bayram muborak bo'lsin. Bundan tashqari, haftaning yakshanbasi, oila davrasida birga dam olish kuningiz ham sizga muborak bo'lsin. Bugun bayram, dam olish tongi. Shunday ekan, munosib bir taronani ular tomon tuhfa etamiz. Jannatni bag'riga yashirgan gulim, do'zaxda tillari kuymas bulbulim, bolasin quchganda chekingan o'lim, dunyo ichra o'zing dunyosan ayol, yolg'onlar to'qishar butun chiqasan, haq so'zdan goh bag'ri tutun chiqasan, jannatidan goh o'tin chiqasan, dunyo ichra o'zing dunyosan ayol, 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 zaminga nur qo'ygan samosan ayol, 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 har kim kuylay olmas navosan ayol, 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 zaminga nur qo'ygan samosan ayol, 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 har kim kuylay olmas navosan ayol. Ko'zing qonin ichib sarxush kularlar, kularlar ustingdan to'yib kularlar, so'ngra tizzangga bosh qo'yib o'larlar, netilsimsan balki ro'yosan ayol, ko'zing qonin ichib sarxush kularlar, kularlar ustingdan to'yib kularlar, so'ngra tizzangga bosh qo'yib bo'larlar, netilsimsan balki ro'yosan ayol, 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 dunyo ichra o'zing dunyosan ayol, 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 har kim kuylay olmas navosan ayol, 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 zaminga nur qo'ygan samosan ayol, 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 dunyo ichra o'zing dunyosan ayol.
yuragin mard deb bilganim, amrin ko'ziga surib shart deb bilganim, niholini yuksak daraxt bilganim, dunyo nafas olgan havo san ayol, 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 dunyo nafas olgan havo san ayol, 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 zaminga nur qo'ygan somon san ayol, 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 dunyo nafas olgan havo san ayol, 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 dunyo ichra o'zing dunyo san ayol. Aziz yurtdoshlar, biz ham mana dasturimizni boshlab oldik. O'ylaymizki, bugun barcha insonlarning, barcha qadrli yurtdoshlarimizning, aziz muxlislarimizning kayfiyati a'lo darajada kun davomida ana shunday ko'tarinki kayfiyatning eng maksimalini sizga tilab qolamiz. Biz esa dastur taqdimotida davom etamiz. Ana endi navbat yetgan sahifa, yoqimli ishtaha sahifasi. Bugun hech shubham yo'q, oshxona malikalari, oshxona qirollariga almashadigan kun. Xo'sh, Samandar, sizda jarayon qanaqa bo'ladi? Jarayon menda tez-tez takrorlanadi bu jarayon, Xo'p. ya'ni oshxona qiroli bo'lish, chunki uyda osh damlanganda o'zim borib damlashni yaxshi ko'raman. Va har bitta jarayoniga aralashaveraman, kelib aql o'rgataman, keyin oxiri Yo'q, o'zingiz bizda qiling. aql o'rgatish, aralashish jarayoni emas, to'liq boshdan oxir ovqat tayyorlash jarayoni bajarilgach, oshxona qiroli degan nom beriladi. Boshida ozgina aralashganimdan keyin baribir yolg'iz o'zim qilaman. Shunaqa? Yolg'iz pishiraman keyin. Ajoyib. Juda ajoyib. Endi esa biz ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, kuniga o'rtacha ayollar 138-150 daqiqa vaqtlarini uy ishlari uchun sarflashar ekan va hech shubha yo'qki, buning asosiy qismi oshxonada o'tadi. Va aynan bayram bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli ma'lumot, ko'plab mamlakatlarda 8-mart kuni restoranlarda desertlar savdosi oddiy kunlarga qaraganda 2-3 barobar ko'proq bo'ladi. Shunday biz esa navbatni yoqimli ishtaha sahifasiga beramiz. Bunda tayyorlanadigan ovqatni hech shubha yo'qki, oshxona qirollari ham tayyorlasha oladi. Demak, marhamat.
Ko'tarinki kayfiyat 8-mart bugun bayramga qo'shaloq tarzda o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan yaqinlarimizni, ayollarni, qolaversa ushbu sanada o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan yigitlarni, erkaklarni ham yangi sana, yangi yosh bilan tabriklaymiz. Barchaga esa yangi kun, yangi imkoniyatlar muborak bo'lsin. Bugun umuman olganda ayollarimizni kun davomida tabriklashlik mana shu jajji bolajonlarimiz tomonidan, bundan tashqari istalgan inson tomonidan bayram muborak degan so'zlarni eshitish albatta ayollarga odatiy hol va eng yoqimli jumlalar bo'lsa kerak. Dasturimiz ham bu odatni tark aylagani yo'q. Biz tayyorlagan barcha sahifalar ijodiy jamoamiz bilan hamkorlikda mana shu bayram sanasiga bag'ishlangan. Keling navbatdagi sahifani tomosha qilamiz. Noodatiy yondashuv asosida tayyorlangan. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum do'stlar. Parizada bo'lsang, seni bayram bilan tabriklayman. Voy rahmat. Esa mendan senga sovg'a Parizada. Voy, rosa chiroyli gul ekan. Parizada sen shu gullar o'xshaysan va chiroylisan. Rahmat. 8-mart bu onalar, bujonlar va opa-singillar bayramidir. Bilasizlarmi bolajonlar? Onajonlarimiz mehr beradi, hayot beradi. Allalar, ertaklar aytib uxlatadi. Евгений Марта, так хочется сказать, ты будь счастливой, мама, не уставай мечтать. Будь яркой, нереальной, любимой навсегда. Загадочное желание, внезапно как весна. Oqshomlar uxlamay aytganga alla, og'zing tinglaydi 7 mahalla, og'zim baralla aytay, oyijon men sizni yaxshi ko'raman. Onajonim sog' bo'ling, vaqtimizga bor bo'ling. Eng quvonchli kunlarda har doim yonimda bo'ling. Ko'rib shod bo'lasiz bir boringiz dardingizni ichga dars hardam bitta besangiz ham o'ylaysizni farishta misol jannatim ona. Duosi men uchun ulug'dir hardam, duosin olib men bosarman qadam, hayajon she'r yozar qo'lida qalam, o'zi asta yo Rabbim onajonimni. Har aytgan so'zingiz tilora teng, gar men ozor cheksam ko'zingizga duolar qilasiz saharlar tilib, yolg'izsansin jannatim ona. O'zi meni deya zo'r tortgan belinsan, birozdan dardaringiz o'lay men o'g'il bo'lib, beg'borim meni jannatim ona. Uyimizning qiyashi to'la daim bardoshi, kecha kunduz parona, mehribon azizona, ko'laman shodiyona. Ona mehribiki yosh, shafqatlilar, onajonim ko'rsalar, labdan tikilar bol. Ko'rib shod bo'lasiz bir boringizni, dardingizni ichiga yutsar. Beto bo'lsangiz ham o'ylaysiz meni farishta misoli jannatim ona. Bayramda onalarimizni xafa qilish kerak emas. To'g'ri. Onalarimizni gapiga quloq solishimiz kerak. To'g'ri. Onajonlarimiz hayot beradi, mehr beradi. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. To'g'ri. Bolajonlar, bugun umuman noto'g'ri gapni aytmadik. To'g'ri. Bayramingiz muborak bo'lsin. Xayr. Demak, aziz yurtdoshlar, yuqorida jajji jurnalistlar tomonidan 8-martda aynan ayollarimizni madh etuvchi chiroyli tabrik so'zlarini birgalikda guvohi bo'ldik. Eslatib o'tamiz, Assalom Buxoro dam olish dasturi yakshanba tongi 8-mart. Umuman olganda bugun kayfiyatning eng a'lo darajasi sizga hamroh bo'lishi shart va zarur. Shunday ekan, bizni dasturning so'nggi soniyasigacha kuzatib boring. Dasturimizni esa davom ettiramiz. Biz allaqachon studiyamizga bugungi mehmonimizni taklif etdik. Muslima Abdullayeva, tibbiyot fanlari doktori, Buxoro davlat tibbiyot instituti kafedrasi mudiri hamda yana bir yangiliklardan biri shu yilda mo'tabar ayol ko'krak nishoni sohibasi. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyat qanaqa? Bayram tongi qanaqa boshlandi siz uchun bugun har galgi yakshanbadan ko'ra? Kayfiyat zo'r, Xudoga shukr. Shu yil ham o'zi menga juda ham omadli yil keldi. Har yil ham Allohga shukr qilaman.
yildan yilga menga omadli yil kelyapti. Shuning uchun bu yil men mo'tabar ayol ko'krak nishoni olganim bu bayramona menga sovg'a bo'ldi desam ham bu bo'laga bo'lmaydi. Ya'ni har yili bo'ladigan bayramlarni qo'shalog'iga va mana shu mehnatlaringiz e'tirof etilib, mana shu ko'krak nishoniga loyiq ko'rilganingiz siz uchun yana ham quvonarli holat. Albatta, haligacha o'zimga kelmayapman. Juda ham hayajonli daqiqalardaman, juda ham baxtliman. Xudoga shukr, hamma birinchi o'rinda o'ylaymanki, vatanimiz tinch, o'shani o'zi osmonimiz musaffo, tinchlikni o'zi katta baxt. Bizni sog'ligimiz yaxshi, o'shani ham o'zi katta baxt. Lekin bu ko'krak nishonini olish, e'tirof qilish, bu undan ham demak o'tib ketdi. Yana baxtlar ustiga qo'shilib ketdi va juda ham men o'zimni shu boshqacha bir rizq hayajonda yuribman hali ham, Xudoga shukr. Xuddi ishonmaydi odam, ishongisi kelmaydi. Xuddi shunaqa ko'tarinki kayfiyat, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Bilamizki, Mo'tabar ayol ko'krak nishoni o'zi bayram arafasida respublikamizning sanoqli insonlariga, sanoqli ayollariga jamiyatda o'z o'rnini topib, vatanparvarlik ruhini targ'ib qilayotgan, shu bilan birga alohida e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihati yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalab, ularning ta'lim olish jarayoniga munosib o'zini hissasini qo'shayotgan ayollarga taqdim etiladi. Siz ham bu yutuqqa shunchaki erishmadingiz, albatta buning zamirida bir necha insonlarning harakati, shogirdlaringizning yutug'i yotibdi deyishimiz mumkin. Keling, ish faoliyatingiz haqida suhbatlashsak. Mo'tabar ayol ko'krak nishoni menga nasib etilishi bu faqat mening shaxsiy yutug'im emas, balki bu butun jamoamizning mehnati, ishonchi va duolarining samarasi deb o'ylayman. Bu yuksak e'tirof Buxoro davlat tibbiyot institutining jamoasining umumiy yutug'i deb qabul qilsam bo'ladi. Bir inson buncha yutuqqa erishishi oson emas. Bunda qadam tashlab, demak, yo'lda unga ishonch kerak, unga duo kerak, unga niyat kerak, uni qo'llab-quvvatlash kerak. Ana shularni hammasini demak birga jamlab keyin yutuqlarga erishilsa bo'ladi. Keyin men ish davomida o'sha necha yildan beri ishlayman, 95-yildan beri shuni bildimki, shu bizlarda institutimizda jamoamiz bir chiroyli bir oilaga o'xshaydi. Biz ana shu oilada hamma shu rahbariyat tomonidan berilgan topshiriqlarni vaqtida bajaramiz. Menda shunaqa mas'uliyat bor. Shu hozir vaqtda qaysi nima topshiriq berildi, men o'sha topshiriqni shu kunni o'zi bajaraman. Ertaga bu topshiriqni qo'ymayman. Undan tashqari men shu shogirdlarimga ham doim o'rgataman. Birinchi o'rinda shu ish vaqtida biz ishga keldikmi, shu hamma o'z ishini halol qilib ishlasin. Masalan, ko'p yoshlarni bilamiz endi, ba'zi yoshlar endi shu ish vaqtida chiqib qayerdadir bozorga boradi, masalan, o'zini shaxsiy ikkilamchi shu o'zining hayoti uchun kerakli zarur kasalxonaga kasal ko'rishga boradi. Ana shunday ishlarni men qilmayman. Doimo men shu birinchi o'rinda shu ishni o'sha oladigan oyligimni halollashim uchun ish vaqtimdan darsda to'g'ri foydalanib, unumli foydalanib, keyin demak o'sha ikkilamchi o'zimni shaxsiy rejalashtirgan ishlarimni ishdan keyin bajaraman. Va shu uchun bo'lsa kerak, men o'ylaymanki, shu yutuqqa erishdim deb o'ylayman. Undan tashqari hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich aytadilarki, agar ayolni ulug'lasang, o'sha kelajak xalqning, o'sha yurtni ham kelajagi ulug'langan bo'ladi. Bu menga bildirilgan mas'uliyat. O'zim ham mo'tabar ayol ko'krak nishonini oldim. Bu mening yutug'im bir tomondan. Bir tomondan esa bu menga bildirilgan mas'uliyat, ishonch. Ya'ni men yoshlarga ibrat bo'lishim kerak va o'z ustimda yana ko'proq ishlab, ularga demak yaxshi sifatli darslar berib, ularni kelajakka yaxshi shifokor bo'lib yetishlariga o'z hissamni qo'shishim kerak deb o'ylayman. Xo'p, albatta tibbiyot sohasi boshqa sohalarga qaraganda ancha jiddiy, chunki butun bir avlodning ularni sog'ligi albatta hamma narsadan ustun va muhim. Sog'lik bo'lsa, doim hamma natijaga erishilgan, mehnat qilingan. Yuqorida aytgan so'zlaringizga qaraganda hayotdagi bu shioringiz qolgan ishga qor yog'ar yoki har bitta ishni o'z vaqtida taqsimlab bajargan ma'qul deya ta'kidlab o'tdingiz va o'zingizga shuni shior qilgansiz. Xo'p, bugun shogirdlaringiz buni qanday qabul qilyapti? Shogirdlarim endi bular yosh, sizlarga o'xshagan yosh avlod, ular o'rtada o'tiribdi. To'g'ri yo'l bor, ikkita yo'l bor, bittasi noto'g'ri yo'l. O'sha uchun men ularga doim aytaman, ular lekin o'sha men aytayotgan yo'ldan borishni ma'qul ko'ryapti. Shu ham bir nechta shogirdlarim kelib meni nima qildi, tabrikladi, qutladi. Shundan keyin menga aytdi-da, ustoz, sizni yo'lingizni bersin. Men aytdimki, juda to'g'ri, siz o'sha meni yo'limni bersin deganingizda nimani ko'z oldingizga keltirdingiz? Ustoz, sizni biz bilamiz, biz boshidan birinchi kundan bizga kelib o'rgatgansizki, vaqtida kelib, vaqtida ketish. Qachonki tartib inson bo'lgan joyda ish ham samarali bo'ladi, sifatli ham bo'ladi va bu sizni odatiy holingizga aylanadi. Bu siz uchun biron hech qanday yangilik ham emas. Kimdir sizni tekshirishga kelsa, yuqoridan boshqa davlatlardan tekshirishga kelgan komissiyalar ham attestatsiya deydimi? Bizlar uchun bu odatiy hol. Hech qanday siz hamma narsalaringiz tayyor, siz bemalol ko'rsatib, yutuqlarga erishib, ular nabrot
ular bizlarga tasanno deb aytib ketishadi. Chunki esimda bor, bir necha yil, 2 yil oldin Qozog'iston, Rossiyadan bizlarga katta attestatsiya keldi. Keyin bizni kafedramizga birinchi bo'lib keldi-da o'shalar. Keyin hujjatlarni so'rayapti. Bir o'zim o'tiribman, 7 kishi ko'p, hamma o'qituvchilar darsga. Endi men aytdim, dars vaqtiga sizlar darsdan chiqmanglar, mumkin emas. Keyin shu 7 kishiga savolga bir o'zim javob beryapman. Keyin ular aytdiki, o'sha boshliq aytdiki, siz qanday ulgurasiz dedi. Chunki men o'sha har kuni ishimni qilib yurgan ishim. Faqat siz shu hujjatlarni so'rayapsiz, men hammasini sizga ko'rsatib beryapman deb ularga ko'rsatdim. Keyin o'shanga ular aytdiki, siz endi to'g'risini aytsam shu beradigan darsi beradigan faningizdan darsliklaringizni ko'rsatdingiz. Ular Rossiya davlatniki ekan. Nima uchun siz o'zingiz yozmaysiz? Siz o'zimizni O'zbekistondan yozavering, siz ham qobiliyatingiz bor ekan dedi. Keyin men o'ylabmanki, nimagadir qandaydir o'ylabmanki, shu davlat boshqa chet ellarning kitoblarini o'qib talabalarimiz yurganda shunda yursa kerak deb o'ylabman. O'zimizda o'zbek tilida kitob yozimizni, rus tilida o'sha keyin o'shalarni turtki bo'ldi-yu, keyin shuni gap, men 2 tomda demak darslik ham yozib chop etdik. Ulgurdik. Endi o'sha bizlarga motivatsiya berdi-da, lekin xursand bo'ldim. Endi ularning yoshlari katta, tibbiyot fanlari doktor, professor, ular top mingtalikka kirgan institutdan kelgan tekshiruvchi komissiya a'zolari edi. Juda bir xursand bo'lib ketdimki, ular aytibdiki, demak meni qobiliyatim yetishar ekan deganni o'zi menga motivatsiya berdi. Qarang, birgina turtki, birgina so'z insonni naqadar kuchli harakat sari yetaklaydi. Ustozni dasturga taklif qilish maqsadida telefon orqali gaplashdim. O'zim suhbatga boraman demasdan avval 2ta shogirdim bor Shahrizodaxon. Shularni jo'natsam bo'ladimi dedilar. Ustoz, shogirdlaringizni dasturning boshqa sonlarida taklif etamiz. Bugun biz sizni mehmon sifatida chaqirmoqchimiz dedim. O'ylaymanki, ustozga bo'lgan e'tirof, e'tibor natijasi bu. Keling Shahrizoda qiziqarli suhbatimizni galdagi sahifadan keyin davom ettirsak. Ajoyib, bizda dastur taqdimotida ustoz ijodiy jamoamiz yigitlari tomonidan nafaqat bizning jurnalistlar jamoasiga qolaversa butun ahli ayollarga atalgan bayram tuhfasi bor. Demak, azizlar, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang, yuribdi-ku kulib, jilmayib, ayol kulib turib o'lishi mumkin. Dunyoni olishi mumkin, jilmayib. Ayolga baxt bering, saodat bering. Gar ko'zlari kulib tursa-da, bo'g'zining ostida necha ming hasrat, oy yuzlari kulib tursa-da. Ko'nglini ko'taring hech bo'lmaganda. Qo'lini silashga shafoat toping. Yig'lab turganda hech bo'lmaganda yoshini artishga muruvvat toping. Ayolga baxt bering, saodat bering, ilohiy nur toping, hidoyat toping, ilohiy baxt bergan ayol yonidan baxtiyor o'tmoqqa inoyat toping. Ayolga baxt bering, saodat bering. Tog' qimirlab, toshlar so'zga kirsa-da, ayolga baxt bering, saodat bering. 60 ga kirsa-da, 100 ga kirsa-da. Dasturimizni, qizg'in suhbatimizni davom ettiramiz. Ustoz, biz yuqorida e'tirof etdik, mo'tabar ayol ko'krak nishonini qo'lga kiritdingiz. Har bir ayol hayoti davomidagi shirin so'zlar, e'tiroflardan tashqari o'z kasbiy yo'lida mana shunday yutuqlarni ham orzu qiladi. Keling, har bir bizni tomosha qilayotgan ayollar mana shu mo'tabar ayol ko'krak nishoni egasi, sohibasi bo'lish uchun qanday yo'llardan o'tish kerak? Men asosan o'ylaymanki, mo'tabar ayol ko'krak nishoni olishga bizlarning jamoamizdan bir necha kishini ham taklif qildilar. Ular ko'p kishi demak xohlaydi shu demak ko'krak nishoni olishga. Bu birinchi o'rinda nimaga talab qiladi? Birinchi o'rinda bu odob, axloq qoidalari. Keyin ikkinchi o'rinda yaxshi dars berish, o'sha sifatli unumdorligi. Buxoro davlat tibbiyot institutiga bizlarda hozirgi kunda 2000 ta talaba o'qiydi. Talabalar soni ko'p. Ularning har bittasi bizlarga umid bilan keladi. O'shalarga ko'pisi keyin talabalar bizga ilmiy rahbar bo'ling deb keladi. O'shalarni biz rahbarlik qilib yo'l ko'rsatamiz. O'sha uchun demak men ko'p talabalarga, iqtidorli talabalarga ilmiy rahbar, meni o'zimning shaxsan shogirdlarim ko'p, Ibn Sino stipendiyant bo'lgan o'tgan yil, prezident stipendiyant bo'lganda o'tgan yil. Shu yil ham Xudoga shukr bitta shogirdim demak prezident stipendiyant bo'ldi, ikkinchi shogirdim Islom Karimov stipendiyant bo'ldi. Undan tashqari meni shogirdlarim ko'pisi chet ellarda ham olimpiadalarda yutib kelyapti. Qozog'istonga, Rossiyaga, hatto nimalarga ham demak chet Yevropa davlatlariga ham borib, konferensiyalarda eng faxrli o'rinni egallab olyapti. Bu ikkinchi nimasam. Uchinchisi o'zim
Scopus jurnaliga maqola yozyapman. Scopus bu butun dunyo tan olgan jurnallar. Ular demak, ularga maqola yozish qancha vaqtni talab qiladi. O'shalarga maqola yozib, maqola chiqaryapmiz. Chunki biz ana shu Mo'tabar ayol ko'krak nishonini topshirishda o'sha maqolalarni sonini ham so'ragan. Ularning sifatini, qaysi mavzularda yozilganini so'ragan. Menga bir 300 ga yaqin maqola bor. Ularning har bittasini demak qaysi jurnallarda chiqarganmiz. 94-yildan beri men shu tibbiyot yo'nalishida Samarqand davlat tibbiyot institutiga kelganman va shu yo'nalishda maqola yozyapman. Ilmiy maqolalarim shu Scopus jurnallari bazasida chop etilgani, o'sha Scopus bazasida Hish indekslarining borligi va o'shanga maqolalarimizga, mening maqolalarimga iqtibosga keltirganini ham albatta nazoratga olganlar. Yutuqqa erishiladigan yo'lda chekilgan mashaqqatlar va qilingan harakat ko'pligining guvohi bo'ldik. Endi yutuqdan keyin harakat qanaqa, rejalar qanaqa? Hozirgi kunda men endi shunaqa inson bo'lsam kerak, hech qachon to'xtamayman. Bu yutuqqa erishsam ham, erishmasam o'zimman shunaqa Xudo tomonidan yaratilganman nima? Shuning uchun doimiy harakatdaman. Men o'ylaymanki, qachon inson agar qancha harakat qilsa, shuncha birinchidan sog'lom bo'ladi. Ikkinchidan keyin yashash, hayoti ham, natijasi ham hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki masalan hozir bir daraxtni ekamiz, ana hozir bahor mavsumi ko'p kishi ko'chat ekadi, keyin o'shani hosilni kutadi. O'sha uchun men ham o'sha uchun doim aytamanki, yosh shogirdlarimga ham, talabalarimga-ki, siz hozirdan harakat qilsangiz, to'g'ri yo'lda bo'lsangiz, mehnat qilsangiz, Xudo ko'radi, o'shanga qarab niyatingizni ulug' qilsangiz, o'shanga yarasha natijasini ham ko'rasiz deyman. Ana shu uchun yana demak mening maqsadim shu aytyapman, shu yurtdoshimiz menga ishonch bildirganlar. Men o'sha ishonchni oqlayman albatta. Bundan ham yaxshi demak, kengroq yana yangi zamonaviy usullarda hozirgi kunda men sun'iy intellektdan foydalanib video leksiya qilyapman, tayyorlayapman. Maqsadim yana elektron o'quv qo'llanma ham qilish. Lekin video leksiyalarim juda tayyor. YouTube'ga qo'ydim. Video ma'ruza deydi. Video YouTube'ga demak men video ma'ruza tayyorlayapman. Sun'iy intellektdan foydalanib, hozirgi kunda esa hayotda o'sha talabalar soni ko'p, kontingent ko'p, kitob yetmay qolmasligi maqsadida elektron o'quv qo'llanma tayyorlash niyatim bor. O'shani ham o'sha tayyorlasam, o'shanda keyin boshqa demak yana rejalarim paydo bo'lishi mumkin. Juda ajoyib. Ustoz sifatida shunaqa tinimsiz harakatdalar. Xo'sh ustoz, bugun dam olish kuni. Bayram, ayol sifatida, ona sifatida, turmush o'rtoq sifatida bayram rejasi qanaqa? Bayram rejasi bizda har doim shunaqa. Har yakshanba kuni biz ertalab men har doim vaqtli turaman. Qolganlarga aytaman, "Sen mazza qilib dam olinglar, bugun dam olish kuni" deyman. Keyin o'zim nonushtalarni tayyorlayman. Endi bizlar hammamiz hozir ro'za Ramazon oyiga birga o'tirib nonushta qilib saharlikni yopamiz. Keyin har yakshanba o'zim men hayotda shuni shifokor sifatida doimiy o'ylamizda shunaqa an'anaga aylanganki, biz doimiy demak men dushanbadan to shanba kunigacha doimiy suyuq ovqat pishiraman. Yakshanba kuni esa ko'rada demak osh pishiraman faqat. Faqat yakshanba kuni sizning xonadoningizda mardi xonim ovqatlar tayyorlanmaydi. Kam pishiriladi. Unaqa ovqatlar pishiramiz. Unaqa ovqatlar to'g'risini aytsam 3 oyga bir marta pishiramiz. Ko'p pishirmaymiz. Chunki xamir mahsulotlari bular shirin, mazali, yesang yeyaverasan, tuyganingizni ham bilmaysiz. Lekin ularni Ibn Sinoning kitoblarida yozilganki, unaqa mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish o'ttosh kasalligiga olib keladi, jigar kasalliklariga olib keladi. Shuning uchun men o'sha harakat qilaman, shunaqa xamir mahsulotlarini iste'mol qilishni kamroq. Biz iste'mol qilamiz kam, masalan 6 oyga bir, 3 oyga bir ko'p xamir mahsulot ovqat pishirmaymiz. Lekin yakshanba kunlari doimiy biz o'sha ko'rada osh pishiraman, o'zim pishiraman. Kechqurun biz ikkinchi ovqatni yemaymiz. Kechqurun harakat qilamiz birinchi ovqat yeyishga. Tartib qat'iy. Samandar, ko'rdingiz, hali bu yutuqdan boshqa ayol sifatida berilishi kerak bo'lgan mukofotlar qancha ustozga? Qoyilman. Ayollar bilasizmi, hamma narsaga qodir. Oyga chiqishni ham eplaydi, oynani ham eplaydi va mana shunday mukofotlarni ham qo'lga kiritish uchun yillar davomida sabr, toqat bilan mehnat qiladi. Ustoz, bugungi tashrif uchun, qizg'in suhbat uchun, qaysidir ma'noda aytish kerakki, bizga berilgan kuchli harakat motivatsiyasi uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Bayramga men tabrigim bor. Bemalol. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli Buxorodagi chiroyli go'zal ayollarimiz, opa-singillarimiz, onajonlarimiz, sizlarni bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo ana shunday bahor gullariga o'xshab ochilib, doimo sog'-salomat bo'linglar. Vatanimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Men sizlarga Abdulla Oripovning Ona degan nom she'ridan bir parcha aytib bermoqchiman. Deydilar qahrli bahodirlar ham, janglarda jon bergan chog'i mardona, behad azoblarga chidab so'ngidam bitta so'z dermishlar shivirlab ona. Ulug' bir donishmand olamni kezib,
Axiri topibdi tuqqan elini, zabon baxsh etganga ehtirom aylab, ona deb atabdi ilk bor tilini. Bu yorug' olamda vatan bittadir dunyoda ona degan nom. Shu uchun onalarimiz doimo sog' salomat bo'lsinlar. Ularga doimo sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sizlarga ham rahmat, sizni ham bayram bilan tabriklayman. Rahmat ustoz, tashrif Sog' uchun salomat tashakkur. bo'ling. Ezgu niyatlar sizga ham hamroh Rahmat. bo'lsin. Siz ham onangizni, opa-singillaringizni tabriklang. Kattakon rahmat albatta. Bayram kunida ham vaqtingizni ajratib studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun sizga rahmat. Barcha ayollarga, o'zbegimning ayollariga bayram muborak bo'lsin. Bizda esa galdagi sahifa, aynan kun tarixi sahifasiga yuzlanamiz. Marhamat. 1910-yilning 8-mart sanasida fransuz baronessasi Eliza de la Roche imtihon parvozini amalga oshiradi. Bu orqali u birinchi ayol uchuvchi unvoniga sazovor bo'ldi. Bundan tashqari u parvoz qilish uchun litsenziya oldi. Litsenziya unga xotin-qizlar kunida topshirilgani shunchaki tasodif, chunki bunday bayram o'sha davrda bo'lmagan. Havo sharlaridagi parvozlardan hayratda qolgan de la Roche Shaponda uchuvchi Charles Wauzen bilan uchrashdi va 1909-yilning 22-oktyabr sanasida Wauzenning samolyotda mustaqil ravishda uchdi. Wauzen de la Roche'ga faqat yerda samolyotda sayohat qilishga ruxsat bergan, ammo u itoat etmasdan bir necha yuz metrga uchgan. 1910-yil 8-martda Geliopolisda bo'lib o'tgan tanlov natijalariga ko'ra fransuz aeroklubi de la Roche'ga 36-sonli uchuvchi litsenziyasini beradi va bu orqali dunyodagi birinchi ayol uchuvchiga aylanadi. Fazoga nomini muhrlagan ayollardan yana biri Harriet Quimby esa 1911-yilda litsenziyaga ega bo'lgan ilk amerikalik ayol uchuvchi bo'lgan. Biroq shundan bir yil o'tib samolyotni Boston bandargohiga qo'ndirayotib halok bo'ladi. Harriet Quimby jurnalist ham edi. U orqali ko'plab ayollar aviatsiya sohasiga qiziqishini bildirgan. Bessie Coleman 1921-yilda uchuvchilik nomiga erishgan birinchi qora tanli ayol. U aviatsiya maktabini izlab Amerikadan Fransiyaga boradi va o'sha yerda ta'lim oladi. Biroq uchuvchilik litsenziyasini qo'lga kiritgach 5 yildan so'ng parvoz vaqtida halok bo'ladi. Amelia Earhart esa aviatsiya tarixidagi har qaysi davrning eng taniqli uchuvchi ayollardan biri. U uchuvchilik litsenziyasini qo'lga kiritgan 16-ayol edi. Amelia Shimoliy Amerika va Atlantika okeani ustidan uchib o'tgan tarixdagi birinchi ayol uchuvchi bo'lgan. Aviatsiyaning dastlabki davrida parvoz qilish juda xavfli edi. Tarixchi Ellen Leboning so'zlariga ko'ra, ilk samolyotlar yog'och, sim yoki matodan yasalgan qurilmalardan iborat bo'lgan. Ularda hatto halokat sodir bo'lganda uchuvchini himoya qilish uchun xavfsizlik kamari bo'lmagan, hatto tom bo'lmagan. Shunga qaramay La Roche, Quimby, Coleman kabi ayollar samoga ko'tarilishdan qo'rqmagan. Garchi parvozga qiziqish tarixi ancha uzoqroq bo'lsa ham, samolyotlar 20-asrdan ixtiro qilina boshlangan hisobga olsak, uchuvchi ayollarning 1910-yillardan boshlab qo'rqmasdan parvoz qilishi ularning qanchalik jasoratli bo'lganini ko'rsatadi. Sizga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tibor uchun tashakkur. Dasturimizni kuzatishda davom eting. Aziz yurtdoshlar, albatta yuqorida kun tarixi sahifasini tomosha qildik va qiziqarli ma'lumotlarga ham ega bo'ldik. O'ylaymizki, bu sahifasiga ma'qul bo'ldi va ushbu sahifa uchun lavha muallifiga alohida minnatdorligimizni izhor etamiz. Biz esa dasturni davom ettiramiz. Xo'sh, Samandar, shu paytgacha siz ayollarga, onangizga yoki ustozlarga sovg'a qilgan eng katta tuhfangiz nima? Eng katta tuhfa albatta sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi. Muhimi e'tibor. deb o'zimizni aldamaymiz, ayollarni ham aldamaymiz, lekin har doim qo'limizdan kelgancha vaziyatdan kelib chiqqan holatda sovg'a berishga, ularni e'tiborsiz qoldirmaslikka, ularni xursand qilishlikka astoydil harakat qilaman va bu oilaviy an'anamizga aylanib ulgurgan. Chindan ham ayollar vakili sifatida shuni ayta olamanki, berilgan e'tibor, shirin so'z va uni oldida hech bo'lmasa bitta gul bizni dunyocha xursand qila oladi. Va bizda aynan an'anaga aylanib ulgurgan har bitta bayramda gul berishni bu albatta o'zbeklarga xos va mos fazilatlardan biri menimcha. Ijtimoiy tarmoqlarda ham shunaqa trendlar tarqaldi-ku, dunyoning ne'matlarini olib kelsa xursand bo'lmading, bitta gulga shunchami deganda. Chindan ham ko'ngillarni ko'tarishga qodir bo'lgan gullar qaysi mamlakatda eng ko'p yetishtiriladi? Aynan mana shu savolga navbatdagi sahifamiz orqali javob topamiz. Demak, birgalikda gullar mamlakatiga sayohat qilamiz.
Marhamat. Yer yuzida gulchilik nafaqat estetik qadriyat, balki katta iqtisodiy tarmoq hamdir. Xalqaro savdo statistikalariga ko'ra, dunyoda eng ko'p gul yetishtiradigan va eksport qiladigan mamlakat Niderlandiya. Aholisi qariyb 18 million bo'lgan bu davlat global gul savdosining taxminan 40%ni nazorat qiladi. Mamlakat hududida gulchilik bilan shug'ullanuvchi minglab fermer xo'jaliklari mavjud. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Niderlandiyada issiqxonalarning umumiy maydoni 10 ming gektardan ortiq. Ushbu majmualarda lola, atirgul, xrizantema, liliya va boshqa ko'plab manzarali o'simliklar parvarish qilinayapti. Yopiq issiqxonalarda harorat, yorug'lik va namlik maxsus tizimlar orqali boshqariladi. Natijada gullar yilning barcha faslida bozor rastalarida. Dunyodagi eng yirik gul savdo, auksion va gul bozoridir. Bu yerda kuniga o'rtacha 17-20 million dona gul va manzarali o'simlik sotuvga qo'yiladi. Savdo maydonining o'zi 700 ming kvadrat metrga yaqin hududni egallagan. Auksion jarayonlari maxsus elektron tizim orqali o'tkaziladi. Xaridorlar esa mahsulotni bir necha daqiqa ichida sotib olishlari mumkin. Niderlandiyada yetishtirilgan gullar dunyoning 100 dan ortiq mamlakatiga hozirda eksport qilinmoqda. Bu jarayon yiliga 6 milliard yevrodan ortiq qiymatda. Shu sabab mamlakat iqtisodiyotida gulchilik sohasi alohida mavzu. Bugungi kunda Niderlandiya gul yetishtirish texnologiyalari, logistika tizimi va xalqaro savdo tajribasi bilan nom qozongan. Shu bois ko'plab mutaxassislar bu mamlakatni dunyoning gul markazi deb ataydilar. Albatta yuqoridagi sahifa orqali eng ko'p gullar yetishtiriladigan mamlakat haqida ham qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldik va dasturimiz davom etadi. Barchaga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Ayollarimiz nafaqat mehribon ona, sevimli yor, balki ustoz qolaversa, jamiyatning faol bir bo'g'ini sifatida ham bugun mamlakatimizda alohida e'tirof etilyapti. Kuni kecha sizning ham xabaringiz bor. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda tasvirga olish jarayonlarida bo'ldik. Mamlakatimizda o'zining munosib o'rniga ega bo'lgan, ta'limda, tibbiyotda munosib xizmat qilayotgan bir qator viloyatdosh ayollarimiz ham taqdirlanishdiki, men ham bevosita o'sha jarayonlarni kuzatib g'urur tuydim o'zimda. Aynan ushbu jarayonlarga men ham shaxsan guvohi bo'ldim va bu e'tirof ayollarimizni yana mehnat qilishga undaydi va galdagi sahifa aynan bizning fikrimizni to'ldiradi. Ayol, bu so'zning o'zida mehr bor, shafqat bor, hayotga baxsh etilgan nur bor. Dunyodagi eng nozik, eng sabrli va eng kuchli qalb egasi ham ayoldir. Ona bo'lib farzandni bag'riga bosgan, turmushning og'ir sinovlarini sabr bilan yenggan, xonadonga fayz va baraka olib kirgan ham ayoldir. Ayolning mehri bahor shamolidek iliq, uning qalbi daryodek keng, uning sabri tog'lardek mustahkam. Shuning uchun ham ayol bor joyda muhabbat bor, umid bor, hayot bor. Ona bu dunyodagi eng ulug' nom. U farzandining har bir qadamiga duo qilib yashaydi. Farzand baxti uchun o'z oromidan kechadi. Shu bois har bir insonning qalbida onaga nisbatan beqiyos muhabbat yashaydi. Ayollar nafaqat oila tayanchi, balki jamiyatning ham go'zal qiyofasidir. Ular ilmda, mehnatda, san'atda, ijodda va ta'lim va tarbiyada o'zining beqiyos o'rnini namoyon etib kelmoqda. Shu bois ayolni e'zozlash bu insonni, hayotni va kelajakni qadrlash demakdir. Aziz ayollar, siz borsizki, dunyoda mehr bor, muhabbat bor. Siz borsizki, hayot go'zal. Siz borsizki, xonadonlar nurga to'ladi. Bayramingiz muborak bo'lsin. Qalbingizdagi mehr, chehrangizdagi tabassum va hayotingizdagi baxt hech qachon kamaymasin. Bugun kun
davomida ayollar deb ko'p bora ta'kidlayapmiz. Bizni teleekran orqali tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz allaqachon kunning harakatini boshlashdi. Kimdir dam olyapti, kimdir bayramni ko'tarinki kayfiyatda nishonlayapti. Ko'pchilik esa oila davrasida dam olish kunini o'tkazyapti. Haqiqatdan dam olish kuningiz maroqli o'tishligi uchun biz ertalabdan siz uchun aynan turli xildagi lavhalarni, foydali maslahatlarni, bundan tashqari chiroyli manzillarni va aynan samimiy suhbatlarni ham olib bordik. O'ylaymizki, Assalom Buxoro dam olish dasturi sizga manzur bo'lmoqda va kayfiyatning eng a'losi sizga hamroh bo'lsin. Biz esa musiqaga doir navbatdagi sahifamizni sizga tuhfa etmoqchimiz. So'z sehri sahifasida Bandanenon cholg'usi haqida hamkasbimiz hikoya qiladilar. Marhamat. So'z sehri sahifasi orqali dunyo xalqlari cholg'ularidan biri bandoneon haqida hikoya qilamiz. Ko'rinishidan akkordeon, garmon cholg'usiga o'xshab ketuvchi ushbu cholg'u Argentina xalqi musiqa madaniyatida keng qo'llaniladi. Ma'lumotlarga ko'ra, bandoneon 19-asrda Germaniyada ixtiro qilingan. Dastlab cherkov musiqasi uchun ishlatilgan. 19-asr oxirida Argentinaga olib kelingach, ushbu hududda xalqning milliy kuylaridan biri tangoning ajralmas qismiga aylanib, dunyo miqyosida shuhrat qozongan. Bandoneonning ovozi kuchli va biroz g'amginroq ohangga ega. Mazkur cholg'uning mashhur ijrochilari qatorida Astor Piazzolla tilga olinadi. Boisi cholg'uvchi jaz va klassik musiqa elementlarini o'z ichiga olgan bandoneonni butun dunyo bo'ylab ommalashtirgan. Hozirgi kunda ham ushbu cholg'u sevib chalinadi. Lavhamizni bandoneon ishtirokidagi ajoyib kuy bilan yakunlaymiz. Bugun olam go'zal, o'zgacha bir fayz. Muslimalar ko'ksida qalqiydi yurak, sizni qutlamoqlik bizga erur farz, aziz ayollarimiz, bayram muborak. Bayram muborak, yaqinlar, azizlar, onajonlar, opa-singillar barchangizni bugungi shodiyona bilan yana bir bora tabriklaymiz. Navbatdagi she'riyat olami sahifasi ham ayni siz u bizning madhimizga bag'ishlanadi. Kimki boqsa ko'zlariga ziyosan ayol, go'yo gulsan, sertabassum ibosan ayol, qoshlariga, ko'zlariga nur bersa ham tun, pilipoku mo'jizakor samosan ayol. 7 xil rang kamalakdan, gullardan ifor, olgansan u musaffosan, safosan ayol. Ohu kabi nafissan u noziksan hurkak, bol ariga bol bergan turfa gulsan ayol. Bulbul olgan ovozingdan andoza bilsam, gullar aro mayin esgan sabosan ayol. Sochlaringni havas qildi majnun tol ko'rib, uyaldimi qochdi lola jafosan ayol. Kimdan olding sadoqatni, kim ulashdi ishq, ishqingda kim ado bo'lsa fidosan ayol. Qachon ko'rsang rahimini erka qushman deb, har sohada javlon urgan daryosan ayol. Bugun kun davomida erta tongdan e'tiroflar haqida, yutuqlar haqida, ayollar go'zalligi haqida bir-birdan qiziqarli sahifalarni yurtdoshlarimizga tavsiya etyapmiz, ular tomon uzatyapmiz. Shu o'rinda yana bir e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihat bu ayollar salomatligidir. Qachon inson yutuqlarni qabul qiladi, qachon kayfiyati ko'tarinki bo'lib, iliq tabriklarni qabul qiladi, qachonki jismida sog'liq hukmron bo'lsa. Albatta inson sog'lom bo'lish uchun kun tartibiga va sog'lom turmush tarziga, bundan tashqari ertalab turib nonushta qilish, badan tarbiya bilan shug'ullansa ham inson sog'lom bo'ladi va bizda shunday sahifa borki, aynan sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi
qiziqarli ma'lumotlar, foydali bo'lgan maslahatlar sizga taqdim etiladi. Anglaganingizdek, shifokor maslahati sahifasi sizni qarshi oladi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi shifokor maslahati sahifasida biz ayol oila gultoji mavzusida suhbatlashamiz. Nima uchun ayol oila gultoji? Demak, bizni kelajagimiz, kelajak avlodimizni ravnaqi, sog'lom bolalarning dunyoga kelishi bu ayollarimizga. Qiz bolani ayollikka, kelajakka tayyorlash bu bolalikdan boshlanadi. Biz yosh onalarga shunday maslahat berardikki, qiz bola tug'ilgan kundan boshlab toki katta hayot ostonasiga qadam qo'ygunga qadar uning salomatligiga biz e'tiborsiz bo'lmasligimiz kerak. Yoshligidan qiz bolani turli xil yallig'lanish kasalliklaridan saqlash va boshqa faktorlardan saqlash uni kelajakda sog'lom ona bo'lishiga zamin yaratadi. Sog'lom onadan esa sog'lom farzand tug'iladi. Bizning xalqimizda qiz bolani ginekologga yetishsa turli xil noto'g'ri tushunmovchiliklar bo'ladi. Lekin ularni mana shu endokrinolog, bolalar ginekologi ko'ruvdan o'tkazib turish, turli xil ultratovush tekshiruvlaridan o'tkazish, tahlillarni topshirib turish, shifokor maslahatlarini olish kelajakda ularni sog'lom farzand dunyoga keltirishga, oilani chiroyli olib borishga zamin yaratadi. Chunki buyrak sistemasidagi turli yallig'lanish kasalliklari va boshqa kasalliklar kelajakda ona bo'lish uchun to'siq bo'luvchi xatarli kasalliklardan bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun, chunki ayolni, qiz bolani voyaga yetish davri bor, qizlik davri bor, uni fertil yoshi deymiz, ya'ni bola tug'ish hamda uni katta qilish davri bo'ladi. Bundan tashqari ayolda ma'lum bir yoshdan keyin klimaks davri boshlanadi. Mana shu jarayonlarni yaxshi o'tishi, ayol organizmdagi gormonal muvozanatni to'g'ri olib borish bu bolalik davridan boshlanadi. Ya'ni ularda inson hayoti davomida qiz bolada 13 yoshdan boshlangan hayz sikli 50-55 yoshgacha davom etadi. 50 yoshdan keyin 45 yoshdan keyin boshlangan mana shu hayzdan to'xtash davri ayollarimizda turli xil kasalliklarning rivojlanishiga zamin yaratyapti. Ya'ni bu yurak qon tomir sistemasi kasalliklari xavfini oshishi, endokrinologik kasalliklar xavfini oshishi bu mana shu ayolning hayoti davomida turli xil kasalliklarni kechirganligi yoki kechirmaganligiga bog'liq bo'ladi. Qanchalik ayol mana shu yoshlik davrida, bolalik davrida turli xil kasalliklarni boshdan kechirsa, unda mana shu keyinchalik qarilik davrini og'ir kechishi kuzatiladi. Turli xil travmatologik kasalliklar, revmatologik kasalliklar, suyaklarni o'z-o'zidan sinib qolish holatlari kuzatiladi. Bu nima uchun kuzatiladi? Bu o'sha bolani, qiz bolani yoshlik davrida organizmda turli xil elementlarning kamligi, kalsiy yetishmovchiligi, vitamin D yetishmovchiligi va boshqalar ayolni keyingi hayoti davomida turli xil og'ir kasalliklarni rivojlanishiga olib keladi. Shuning uchun maslahatimiz yosh qizlarimizni tahlillarini, bu kalsiy elementlarini, vitamin D ni va boshqa elementlarni, ularning umumiy qon tahlillarini, gemoglobin darajalarini har doim to'g'ri aniqlatib, vaqtida aniqlab, agar ularda mana shu jarayonlarni, mana shu elementlarni kamligi aniqlangan vaqtida davom muolajalarini olib tursak, biz ayol organizmiga vaqtida yordam bergan bo'lamiz. Vaqtida berilgan yordam mana shu qizlarimizdan sog'lom farzandlarni tug'ilishiga va bizni kelajagimizni barqaror bo'lishiga zamin yaratadi. Bizni teleekran orqali tomosha qilgan yaxshilar, bugungi nafosat, nazokat bayramingiz yana bir bor muborak bo'lsin. O'ylaymizki, tongni biz bilan birgalikda qarshi oldingiz va bu kun unutilmas bo'ladi. Har kuningiz hamisha bayramdek bo'lsin. Doimo ayollarimiz ana shunday go'zal bo'lib, yigitlarimizning ardog'ida, turmush o'rtoqlarining ardog'ida bo'lib, har bir kunni kayfiyatning eng zo'ri bilan, eng yaqinlaringiz bilan va hayotingizda eng baxtli kunlarni yaqinlar bilan birgalikda qarshilamoqlikni sizga tilaymiz. Biz esa go'zal bir tarona bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Va ro'parosa bir haftadan keyin yana xonadoningiz mehmoni bo'lamiz. Ungacha o'zingizni asrang, bizni kuting. Biz sizni sog'inamiz.
qo'llaring poyingga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Yor uyida mohirasan necha zamonlar. Yaxshini ham yomon deydi o'zi yomonlar. Yolg'onligin oshkor bo'lar bir kun gumonlar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Sen opasan, sen singilsan, yo mehribon qiz. Ibolisan, xayolisan, mudom yorug' yuz. Shunday go'zal zebolarga ta'zimda durmiz. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen onasan, parvonasan, go'dakkinangga. O'g'ilmi qiz farzand bersin etakkinangga. Yo'q bolangni so'zi botar yurakkinangga. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Ona bitta inson uchun, vatan ham bitta deydilar. Onalarning onasi sen, sen buyuksan zaminim. Sen biz uchun muqaddassan, tuprog'ing zar, mehring ummon. Sen aziz u mukarramsan, mening ona zaminim. Asli bu bog' ermaklarning borar yeri sen. Rosti yolg'on ertaklarning borar yeri sen. Aso otdek erkaklarning borar yeri sen. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Qirqta joni bor deb gohi qarolmaganmiz. Goh olisda yurib holing so'rolmaganmiz. Yor bo'lib lek goh do'sting bo'lolmaganmiz. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol.